Bir zamonda katta bir soy bo'yida kichkina bir uy bo'lar ekan. Soyning bir tomoni qalin o'rmon ekan. Bu uyda chol, uning Zumrad degan qizi, o'gay ona va uning Qimmat degan arzanda qizi turar ekanlar. Kampir Zumrad degan o'gay qizini ko'rgani ko'zi yo'q, otgani o'qi yo'q ekan. U hadeb qizni urib, qarg'ab, ertadan kechgacha ishlatar ekan. Bechoraga bir pas ham tinchlik bermas ekan. Zumrad ko'p chiroyli, odobli, muloyim, aqlli qiz ekan. Uni bir ko'rgan kishi yana ko'rsam deb orzu qilar ekan. Xullas, u juda ajoyib qiz ekan. Qimmat esa ishyoqmas, injiq va dimog'dor qiz ekan. Uning butun kuni urush janjal va to'polon bilan o'tar ekan. Zumrad erta bilan barvaqt ko'zasini ko'tarib soy yoqalab buloq boshiga borar ekan. Yo'lda uchragan gullar, lola boshlarini egib unga salom berar ekanlar. Zumrad maysalar ustiga o'tirib dam olganda gullar uni olqishlar, bulbullar quvonib unga hikoyalar aytib berar ekanlar. Ammo xuddi shu gullar kampirning arzandasini sevmas, uni erkalatmas ekanlar. Chunki bu qiz ularni yulib tashlar, xushbo'y gullarni hidsiz deb tepkilar ekan. Shuning uchun ham ular Qimmat kelar bo'lsa qovoqlarini solib, yumilib qolar ekanlar. Bularning hammasi yovuz kampirning g'azabini keltirar ekan. Kampir buni Zumraddan ko'rar ekan. Bir kun kampir Zumradni yomonlab, cholga do'q uribdi. Qizing beodob, umuman dangasa, agar shu qizingni yo'qotmasang, men sen bilan bir uyda bir minutda ham yashamayman. Chol nima qilarini bilmay qolibdi. Oxiri kampir qizingni o'rmonga olib borib adashtirib kel, u bilan birga turmayman debdi. Chol qizini adashtirib kelish uchun tog' toshlarni kezib bir o'rmonga boribdi. Ota bola o'rmon ichida uzoq yurishibdi. Oxirida quyuq soyali bir joyga borib to'xtashibdi. Keyin chol o'tin kesgan ketibdi. Zumrad yolg'iz qolibdi. Zumrad otam o'tin kesayapti deb o'ylab, uni anchagacha kutibdi. Qarasa, otasi yo'q emish. Voy sho'rim qursin, voy otajon deb ovoz solib yig'labdi. To'rt tomonga yuguribdi. Hech kimdan darak bo'lmabdi. Qiz adashib yuraveribdi. Tezda kichik bir uyga yetibdi. Uyning derazasidan qarasa, bir kampir o'tirgan emish. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qish kelibsan qizim, keltir. Hozir ovqat olib kelaman. Yo'q, men o'zim o'qaman. Ha, qizim, nega yig'lab o'tiribsan? Dadam yerto'laga kirsangda qizil sandiq bor, bir qora sandiq bor. Qizil sandiqda kirib olchoq. Ana buvijon, bu sening.